Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bizning mehmonimiz 5 yildan ortiq tajribaga ega arab tili ustozi. Assalomu alaykum Gulnaz opa. Va alaykum assalom. Sizga bizning bir qancha savollarimiz bor edi. Agar ruxsat bersangiz, shularni bermoqchiman. Mayli. Bizning birinchi savolimiz, sizni aynan arab tilini o'rganishga nima ilhomlantirgan? Hayotingizda biror bir voqea bo'lganmi? Shu sababli siz arab tiliga mehr qo'yib shuni o'rganganmisiz? Esimda 5-sinfdaligimizda fizika ustozimiz arab tilini juda yaxshi bilardilar. Maktabimizga arablardan mehmonlar kelishgan. Shunda juda ham chiroyli o'rtada suhbat bo'lgan. Shunda niyat qilganman, kelajakda albatta arab tilini o'rganaman degan. Demak, sizni arab tiliga qiziqishingizni maktabdagi ustozingiz sababchi bo'lgan ekan-da? Ha, shunday. Yaxshi. Bizning ikkinchi savolimiz, arab tilini o'rganishda talabalar juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'yishadi. Va aynan o'sha xatolarni eng ko'p uchraydigani qaysi biri? Eng birinchilaridan harflarni noto'g'ri talaffuz qilishlari. Albatta harfni noto'g'ri talaffuz qilish bu noto'g'ri ma'no anglatishga sabab bo'ladi. Va ikkinchi sabab faqatgina grammatika bilan o'ralashib qolishlik, muloqot kamligidan. Mana shular katta xato hisoblanadi. Muloqotni ham yo'lga qo'yish kerak demak. Albatta. Keyin hozir bilamiz, ko'pchilik ingliz tili o'rganadi, ya'ni ingliz tilini yaxshi tushunishadi. Arab tilini ingliz tili bilan bog'liq joylari bormi? Ya'ni o'xshash jihatlari yoki farqli jihatlari. Qaysi biri osonroq, qaysi biri qiyinroq? Shular haqida bizga ma'lumot bera olasizmi? Arab tili ingliz tilidan tub-tuban farq qiladi. Ingliz tili osonroq arab tiliga nisbatan. Chunki ingliz tilida siz lug'atlarni bilsangiz, so'z tuzib keta olasiz, lekin arab tilida tub-tubiga, ya'ni negiziga borish kerak bo'ladi ma'noni. Shundagina ma'noni, ya'ni asl ma'nosini chiqarib bera olasiz so'zlarni. Bilamiz, barcha tilda ham suhbatlashish eng qiyin qismi hisoblanadi. Arab tilini ham suhbatlashish qismini qanday usullar bilan osonlashtirish mumkin? Avvalo suhbatlashish uchun, gapirish uchun ko'p eshitish kerak bo'ladi. Eshitishlikda podkastlardan, arab tilidagi podkastlardan yokida multfilmlardan yoki arab filmlaridan foydalansa bo'ladi. Ana shu vaqtda o'zi qancha ko'p eshitgan sari muloqotga, ya'ni tayyor bo'lib qoladi. Ya'ni eshitish ularni gapirish qismini ham yaxshilab beradi. Albatta. Yaxshi. Arab tilini bilish inson hayotiga qanday imkoniyatlar olib kiradi? Ya'ni arab tilini bilgan inson bilan arab tilini bilmagan inson orasida qanday farq bo'ladi? Arab tilini bilgan inson 20 ta davlatda bemalol o'zini ijodini, ya'ni o'zini faoliyatini yurgiza oladi. Masalan, diplomatik o'rtadagi muloqotlar yokida arab davlatlaridagi institutlar, arab davlatlarida o'qishlar imkoniyati ochiladi. Va yana ko'plab imkoniyatlar bor. Yaxshi. Ish, ta'lim, sayohat yoki boshqa sohalarda sizningcha arab tilini bilish qanchalik imkoniyat yaratib beradi? Bu yoshlarning o'rganishni boshlashda qaysi yosh samarali hisoblanadi? Yosh muhim ahamiyatga ega emas, lekin yoshlikdan ilm boshlansa, yoshlikda olingan ilm toshga o'yilgan naqshdek hisoblanadi. Shuning uchun yoshlikdan olingan ilm yaxshi, lekin niyat qilgan odam o'rgansa bo'ladi. Faqat muhimi qat'iyatlik. O'rganishga kech emas, lekin erta boshlash afzalroq. Shunday. Yaxshi. Arab madaniyati haqida odamlar orasida keng tarqalgan, lekin noto'g'ri bo'lgan qanday qarashlar mavjud? Ularni bizga gapirib bera olasizmi? Hamma arab davlatlar ham bir xil emas, madaniyatlar ham bir xil emas. Hamma joyning ham o'zini tosh tarozisi bo'ladi, lekin hozirda arablarda madaniyat o'ta ommalashgan, ya'ni zamonaviylashgan, oldingi qoloq qarashlar yo'q. Hozirgi yoshlar chet tilini o'rganishda nimalarga e'tibor berish kerak? Motivatsiyagami, intizomgami yoki amaliyotgami? Qaysi biri ustunroq? Qaysi biriga urg'u bersa, yaxshiroq natijaga erishadi? Albatta, bir tilni o'rganish uchun ichki motivatsiya kerak, ichki xohish kerak. Agar ichki xohish yoki motivatsiya bo'lmasa, har qanday oson til bo'lmasin, uni o'rgana olmaydi va qat'iyatlilik kerak. Davomiylik ham? Albatta, davomiylik. Kam-kamdan bo'lsa ham har kuni davom etib turish kerak. Agar bugun arab tilini noldan boshlashingizga to'g'ri kelsa, uni qanday usulda o'rgangan bo'lardingiz? Ya'ni o'zingiz uchun arab tilini qanday usulda o'rgangan bo'lardingiz? Birinchi o'rganishni arab harflarini talaffuzini to'g'ri chiqarishdan boshlagan bo'lardim.
va ana shu tilda gaplasha oladigan, ya'ni ana shu tilda dars beradigan va ana shu tilni o'z ona tilisidek biladigan ustozlardan ta'lim olgan bo'lardim. Hozir mana shu borada bizda yangiliklar bor. Ya'ni biz Misr arab diyoridan mutaxassis bo'lgan ustozlarni taklif qilganmiz Andijonga. Inshaalloh kelajakda ular markazlarimizda dars beradilar. Ha, ya'ni o'z ishini ustalari tez orada kelishadi Andijonimizga. Ularning malakalari bor. Ular Andijonda ham dars berganlar oldin va yana biz qayta taklif qildik. Taklifimizga ijobiy javob berdilar. Inshaalloh ko'ramiz. Inshaalloh. Arab tilini o'rganishni istayotgan, lekin menda qobiliyat yo'q, men buni eplay olmayman deb o'ylayotgan insonlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Baribir qobiliyat hammada ham bo'lavermaydi. Qobiliyat muhim emas. Asosiysi qat'iyatlilik va davomiylik. Inson qat'iyat bilan bir ishga kirishsa, albatta uni uddalay oladi va uni davomiyligi bo'lishi kerak. Masalan, yarim yo'lga kelganda tashab qo'ysa, menga bu til menga emas ekan deb tashab qo'ysa, albatta u tilni nihoyasiga yeta olmaydi, ya'ni o'rgana olmaydi. Ha, ilm mashaqqat bilan erishiladigan, lekin natijasi kam-kamdan beriladigan-da. Shuning uchun ham odamlar natijaga erishishga uzoqroq vaqt sarflashadi. Arablarda yana shunday maqol bor. At-takroru ya'lamul himar deydi. Ya'ni takror eshakni ham olim qiladi deydi. Ya'ni bir ilmga kirmoqchi bo'lsangiz, siz u ilmni takror kunlik vazifa qilib olsangiz, albatta natijaga erishasiz. Albatta. Rahmat sizga. Bizni bergan barcha savollarimizga biz xohlagandan-da ziyoda qilib javob berdingiz. Siz bilan bo'lgan suhbatimiz manfaatli bo'ldi. Sizga ham rahmat chaqirganingiz